Bozor chekkasida bir ayolga ko'zim tushdi. Bir qo'lida bolasini ko'targancha 50 gradus issiqda nimadir sotardi. Yoniga yaqin bordim va so'radim. Pirashka akajon, issiqqina mashina. Juda zo'r tam. Ishonasizmi? Bir mahal issiqda ko'zlarini zo'rg'a ochayotgan bolakayni ahvolini ko'rib ko'zimdagi yoshni to'xtata olmadim. Uning kichkina qo'llari hali hech narsani ushlab ko'rmagan ekan, chunki barmoqlari bir-biriga yopishgan. Uni nimaga unaqa? Shunaqa tug'ilgan akajon. Ayoldan uyga olib borishni so'radim-da mashinaga chiqardim va shuni angladimki, onaning yuragi og'riqdan tilka pora. Lekin u bir kun pirashka sotmasa, bolasining dori-darmoni uchun mablag' topa olmas ekan. Qiynalib ketdim aka. Azizlar, aytib o'tganimdek bolakay Abdurahmon endi 8 oylik, lekin uning tanasini dard qamrab olgan. Boshida suv tuplanib, kundan kunga kattalashib bormoqda. Og'iz yo'li teshik tug'ilgani uchun yegani-yu ichgani burnidan chiqib ketar ekan.